munosahat vilotil amrni ham qilolmayapmiz. Chunki buni ma'nosi boshliqlarga xayrixoh bo'lishlik, boshliqlarga yaxshilik istash degan. Siz bilan biz shuna qilyapmizmi? Yo'qda. Hozir ayniqsa yoshlarimiz, ba'zi yoshlarimiz chiqqan og'zini hovri poshoni yomonlashga tushadi. Bir Saudiyadan bir mehmon kelgan ekan. Bundan bir 15 yillar oldin Chimyonda dam olib turgan ekanlar. O'sha odamlar osh qilishib, o'sha kishini mehmonga chaqirishibdi. O'sha yerda Chimyonda dam olib turganlar, u kishini kelganini bilib oshkalariga chaqiribdi. Hali yerda gapirib o'tirib, bittasi siyosatdan gapirib ketarmish, bittasi iqtisodiyotdan gapirib ketarmish, iqtisod ministri gapirayotgan gaplarni gapirarmish, bittasi harbiy ministr gapirayotgan gapni gapirib ketarmish haligilar. Ikkinchi kuni yana oshga chaqirsa chiqmabdi haligi Saudiyadan kelgan mehmon. Nimaga desa, bittalaring podsho ekansizlar, bittalaring ministr, yana bittalaring bitta ministr ekansizlar. Men unaqa joyda o'tira olmayman degan ekan. Biz o'zimizga yarasha gap gapiraylik, ularni yomonlab, u anonday qilyapti, manonday qilish kerak. Bu manonday qilyapti, manonday qilish kerak deganimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni o'sha vilotil amrlarimizga, ya'ni boshliqlarimizga biz yaxshilik istamayotganligimizda ularni yomonlayotgan bo'lsa. Demak, hali musulmon bo'lgan yo'q ekan qalbimiz. Bir sahobiy aytgan ekanlar, agar menga bir dona umringda mana shu duo bor ijobat bo'ladigan, boshqa duoying yo'q, nimani xohlasang so'rab ol desa, podshoni haqqiga qilgan bo'lardim o'sha duoni. Podshoni xayriyati uchun duo qilardim. Chunki podshoni salohiyati butun ra'iyatni, butun xalqni, butun mamlakatni salohiyati bo'ladi u. Ana shuning uchun biz podsholarimizga doim yaxshi duo qilib yurishligimiz kerak bo'ladi ekan. Bu siz bilan bizning musulmonligimizni nishonasi ekan. Shuni qilmasak musulmon bo'lmayapmiz ekan hali. Imomlarimizni yomonlaymiz. Kichroq boshliqlarimiz shularda. İmomlarimiz ham boshlig'imiz. Kim bir o'tirib olsa 5-6 tasi imomlarda unisi unini qangi, bunisi bunaqangi, unisi bunday. Kim shiorul islomni behurmat qilsa, u dindan chiqadi, u iymondan chiqadi u. Mana masjid shiorul islom hisoblanadi. Qaysi bir narsa Allohning shiori deyiladi desa, o'sha narsani ko'rganda Alloh esingizga tushayotgan bo'lsa, shiorulloh bo'laveradi, o'sha Allohning shiori bo'laveradi. Mana masjidni ko'rganda bu Baytulloh, Allohning uyi deymiz, Allohni esga tushiradi. Demak, kim shu uyni, shu masjidni behurmat qilsa, u iymondan chiqdi u. Mana u ahli ilm ham bu Allohning shiori. Chunki ahli ilmni ko'rganda bu Allohni taniydigan va boshqalarga ham Allohni tanitadigan odam. Payg'ambari, Allohning payg'ambarining merosxo'ri deymizda. Deydilar, Allohni esga tushiryaptimi? Demak, Allohning shiori ekan. Buni kim behurmat qilsa, u ham dindan chiqib turibdi-da, iymondan ayrilib turibdi. Hali musulmon bo'lgan yo'q ekan uni qalbi. Musulmonning qalbi emas ekan. Chunki boshliqlarga, xayrixohlikka buni qalbi xiyonat qilyapti. Ana shuning uchun muhtaram aka-ukalarimiz, siz bilan biz haqiqiy musulmon bo'lsakkina, ana o'shandagina siz bilan biz o'sha mana bu va'da qilingan jannat, Allohning do'stligi, Allohning katta mukofotlari, mana bu Ramazon oylarini qabuliyati, namozlarimizni qabuliyati, ro'zalarimizni qabuliyati o'shanda bo'ladi.